Endigi ko'radigan mavzumiz bu adresda ustav fondining tashqi pul ko'rinishi shakllantirsa qanday bajariladi, shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi o'rinda bizga asos Vipsga hisoblanadi. Vipsgani ochib olamiz. Hop, mana Vipsgamiz bo'ladi. Bizda ikkita pul kirgizish mavjud. Sanasi 20-fevralda pul kirgizilgan va 21-fevralda pul kirgizilgan. Vipsgada pul kirgizilgani va pul chiqib ketgani bo'ladi. Nima uchun men pul kirgizilgani deyapman? Chunki summa оборот kreditda turibdi. Agar mana shu summa оборот debitda turganida korxonamizdan pul chiqib ketgan bo'lardi. Оборот kreditda turibdi, summa shuning uchun pul kirgizyapti deyapman. Endi назначениеga qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima uchun pul kirgizilgan yoki nima uchun pul chiqilgani yoziladi, chiqib ketgani yoziladi. Bizda yuridik shaxslar ustav kapitalini shakllantirish uchun topshirilgan naqd pullar ekan. Bozorboyev Bobur topshirgan 130 million, Bozorboyev Rustam 140 million so'm pul topshirgan. Hop, bankimiz Mikrokredit bank. Mana bu shotimiz bo'ladi. 22.8 bilan boshlangan shot. 22.8 bilan boshlanyapti. Demak, firmani asosiy hisob raqamiga pul tashalgan. 3.0 bu so'mdagi valyutani shotini bildiradi. 0.1 esa firmaning birinchi raqamli hisob raqamini bildiradi. Endi mana shu ishni esa qanday qilinadi? Boshladik. Birinchi o'rinda bank kassa bo'limi tanlanadi. U yerdan bankovskiy Vipsga passibleniya borgan, spisialniy borgan bizda. O'zimiz bilamiz unisini. Passibleniya bizga pul kirgizish, spisialniy bizdan pul chiqarish. Passibleniyani bosamiz. Vid operatsiya tanlash kerak birinchi o'rinda. Vid operatsiya ochadigan bo'lsak, nima uchun pul kirgizyapmiz? Misol inkassatsiya bo'lishi mumkin. Xo'p, xaridorlardan pul kelgan bo'lishi mumkin, bankdan kredit olingan bo'lishi mumkin. Biz hozir qilayotgan narsamiz bu ustav fondiga pul kirgizish. Unaqa bo'lim yo'q, shuning uchun biz proche passivleniyani bosamiz. Xo'p, proche passivleniya, undan keyin nomer, sanaga qachon pul kirgizilyapti, o'shani yozishimiz kerak bo'ladi. Bizda 22-23. Keyingi qiladigan ishimiz platelchik. Kim pul to'layapti? Hop, 3 til bo'ladi. Bobur pul to'layapti birinchi. Keyin summa, qancha pul kirgizilyapti? 130 million pul kirgizilyapti bu. Va Shot Rashotov 46 million qo'yiladi. Kontragent yana o'sha kim pul qo'shayotganini tanlash kerak ekan. Bozorboyev Bobur. Назначениеga mana bu назначениeni olib kelib qo'yamiz. O'zimizga kerak bo'ladi. Va bo'ldi, провести закрытие bosamiz. Tamam. Hop, общий оборотga ko'radigan bo'lsak, mana 46.5 million so'm ta'sirlanib qarz bor edi. 130 million so'm pul olib kelindi. 130 million so'm qarz kelmaydi. Hop, 50 bronimizda ham 130 million pul paydo bo'ldi. Endi xuddi shu tarzda ikkinchi ta'sirini bo'lishini ham kiritamiz. Hop, yana passivleniya. Bu yerdan proche tanlanadi dedik. Sana 21.02. Bir kundan keyin pul tushgan. Platelchik endi Rustambek bo'ladi. Qancha pul qo'shganimizga 140 million so'm. Shotimiz 46 million qo'yamiz dedik. 50 bron o'zi bor. 50 bronga 46 million protga berilishi kerak. Kontragent kim pul qo'shyapti, o'sha tanlanadi. Назначениеga esa yana buni kooperatsiyaga qo'yib qo'yamiz. Va bo'ldi. Ishimiz tugadi. Hop. Отчетga kiradigan bo'lsak, endi mana umumiy оборотlarimiz ko'rinadi. Xo'p, pul jami qarz 540 million so'm edi. Kiritgan olushi 270 million so'm. 50 bronda ham 270 million so'm pul turibdi. Mana shunday qilib biz tashqi ulushini kiritamiz.